Metrajni ko'zimizga yopishtirganimizdan keyin qizlar iloji boricha 1-2 soatga qo'yib qo'ysak, ko'zlarimiz yaxshi yopishib oladi. Keyin sim bilan o'tkazayotganimizda aylanib ketmaydi. Hamma detallarimizni qilib olganimizdan keyin o'zimizga kerakli shaklga keltirib, chekkalarini bir-biriga 0.4 yoki 0.5 simimizda qotirib chiqamiz qizlar. Yaxshilab tortib, qattiq qilib qotirib olasizlar. Mana videoda ko'rsatilgandek 11 bilan oxirida yaxshilab qayirib qotirib chiqinglar. Shunda bir-biridan ajralib ketmaydi. Shaklini o'zingizga kerakli, o'zingizga yoqqan shaklda qilsanglar bo'ladi. Mana qizlar, men abadokga to'g'ri keladigan shaklda qilib oldim. Sizlar ham o'zingizlarga abadoni основа qilib, shunga qarab shakl chiqarishingiz mumkin.